Anqara jangida Amir Temurga yengilgan Yildirim Boyazid aslida qanchalar kuchli edi? Siz obuna bo'ling, men tushuntiraman. Yildirim Boyazid o'ziga qarshi chiqqan 5 ta Anadolu beyligini bir safarda yo'q qiladi. Oradan bir qancha vaqt o'tib 1391-yilda vaziri Ali Posho Istanbulni qamal qilayotganda o'zi Eflak knyazligiga qarshi yurishni boshlaydi. Oradan 1 yil o'tib 1392-yilda Yunonistonga kirib boradi, to Afinagacha yetib boradi. Bundan keyin Serb qirolini o'ziga vassal qilib oladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Anadoluga o'tadi-da, Chandar o'g'illari beyligini yo'q qiladi. Va u insonning eng muhim janglaridan Niyobolu jangida butun Yevropani 130 minglik qo'shinini bir o'zi 60 ming askari bilan mag'lub qiladi. Tom ma'noda butun Yevropa bilan bir o'zi kurasha olgan inson. Haqiqatan Yildirim Boyazid har jihatdan juda ham kuchli bir shaxsiyat edi. Amir Temur bilan jangda Amir Temur Yildirim Boyazidni yengani esa Amir Temurni ham har jihatidan juda ham qudratli shaxsiyat ekanini ochib beradi.